mana Tailand ko'chalarida aylanib yuribmiz. Endi ko'rsanglar, вообще bu yerda nima bo'ladi? Xalq вообще boshqacha ekan bor-ku. Men birinchi marta safarga chiqishim. Lekin bu yerda ko'rib ancha O'zbekistonni qo'msab sog'inib qolar ekansiz. Yuragingizdan qanaqadir boshqacha bo'lib ketar ekanman bor-ku. Baribir nimaga unaqa deb so'rasanglar agar o'zimizni urf-odatlarga yetmas ekan, o'zimizni xotirjamligimizga, o'zimizni davlatimizni mana chetga chiqqandan keyin qanaqa shirinligini, qanaqa yaxshiligini bilar ekansiz. Mana buni qaranglar. Endi bizga qiziqyapti hozir. No, ko'p taraflama sal noqulaylik vaziyatlar ko'p. Juda ham. Biza agar bizada yaxshi ham alhamdulillah o'zbek bo'lib tug'ilganimga men shukr qilardim bor-ku lekin Sanjar aka. Albatta, ye. Okey, mana buni qarang, xalqni yomonlashamasi, o'zini urf-odatlari, dunyoqarashi bo'ladi bularni ham. Bu baribir bizani o'zimizni ayollarimizga yetmaydi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, joninglar sog'-omon bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Aziz o'zbek ayollarimizni.